Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ish faoliyatimizni boshlab oldik. Toshkent shahar Alimkentda biz hozir mana yerimiz uzunligi boshi ham ko'rinmayapti. Mana traktorimiz kelyapti. Ustakamizni ko'raylik, nima qilyapti ekan uzun yerda o'zi aka, zerikib qolmadimi ekan. Kim qiladi bu uxlab qolsa? Bu uxlab qolganida ishga garantiya ishlovchilik kelyapti mana boshlanib bo'ladi. Mana yerimiz boshlanib ko'rinmayapti, shunday qo'ydik. Yo'q, turganda ish kuchlaylik. Bu dehqonlar yomg'ir yog'ormasin deyapti, uka. Boshga chiqib qoladi deydi, rasmi. Ustakamiz charchab qolyapti shu yerda, bitta o'ziga kechdi. Boshdan boshga borguncha yarim soat vaqtimiz o'tib ketib qolyapti. Mana bosh o'rish holati. Mana kartoshkalarimiz qo'yib ketyapti, demakli. Arteriya bo'lmaydi, mutlaqo qo'ymaydi. Mana ustakamiz yetib keldi, hozir yerni boshiga. Mana bu boshi uzunligi xudo xolasa 2 kilometr ko'rsatyapti masofa. Moshlarimizni holati mana. Juda chiroyli bo'lgan.